hayotimdagi eng katta qilgan xatolarimdan biri bu sochimni bo'yaganim. Sochimni bo'yaganimdan juda ham afsuslanaman, hattoki rangi chiroyli bo'lsa ham. Sochlarimni bo'yaganimdan keyin ular sinishni boshladi, qurishni boshladi, jilosini yo'qotdi va hozirgi ko'rib turgan chiroyli sochlarni o'ziga keltirish xullas umuman oson bo'lmadi. Buguningiz qanchalik kuchli bo'lmasin, agar siz o'zingizga va sochlaringizga to'g'ri parvarish qila olmasangiz, sochlaringizni hech narsa qutqara olmaydi. Hozir men sizlarga sochlarimga qanaqa uhud qilishimni ko'rsataman. Shuning bu Trichapning qora sedana liniyasi, kompleksni uhud. Aynan shu shampunga ukladka ham chiroyli chiqadi. Keyin esa manikiga o'xshagan shikastlangan sochlar uchun shunaqa yog', sochlarimizni tiklovchi krem. Aynan shu 3 kompleks sochlarni mustahkamlashga yordam beradi, ularning sinishi va to'kilishini oldini oladi. Bu xonada yangi olgan staylarimda birinchi marta ukladka qilib ko'rdim. Oldin sochlarimga bunchalik e'tibor bermasdim. Aynan bo'yaganimdan keyin ularga juda katta shikast yetkazganimni tushundim va ko'pdan ko'p narsalarni sinab ko'rdim. Ishoning, ularning ichida eng samara bergani aynan shu Trichapning kompleks uhudi bo'ldi. Siz ham albatta sinab ko'ring.